Sog'lik yaxshimi, charchab qolmayapsizmi? Suhbatga qarab video qilamiz deyman aka. Qulluq bo'lsin. Rahmat. Ozgina fikringizni olaylik. Xo'sh. Qalaysiz aka endi? Ismingizmi? Bahodir. Bahodir aka. Qayerdan? Qashqadaryo. Qashqadaryodan. Xudo xolasa keldingiz, mashina oldingiz. Oldik. Muborak bo'lsin, xudo xolasa, xayrli barakali qilsin. Hammaga buyursin. Xudo xolasa. Yaxshi niyat qilganlar buyuraversin, to'g'rimi? Sizdan videolar ko'rgan bo'lsangiz kerak. Iya. Qalay taassurotlar mashina to'g'risida? Bo'ladi endi mani boshlab oldik. Shimalgacha kelgunchamiz hammasini eshitib, so'rab bilib qo'ydik. Ko'chalarni so'rab surishtirdingizmi? Ha, X8'dan so'ragan bo'lsangiz kerak. So'rab surishtirib, obunachilar nima deyishyapti aka? Minib yurgan odamlar nima deyishyapti Bodir aka? Endi meni shuni tavsiya qildik, shuni olyapmiz. Tavsiya qilishdi. Tavsiya qilib. Kamchilik bormikan, yo'qmikan? Kamchiligini men bilmadim hali. Yo'q, so'ragan odamlaringiz kamchilik aytishdimi? Yo'q deyapti, yaxshi deyapti. Yaxshi deyishdi. Yo'qdi mashina. Yo'qdi, xudoga shukr. Eng zo'r tomoni, misol men ko'p maqtayman aka, viloyatga chiqqani bu zo'r tomoni bor. Ko'p gruzovoylarda aka oldi resorda bo'ladi. Buniki prujina amortizator bo'lgani uchun ancha mexga bo'ladi. Misol trassada odamni charchatmaydi. Keyin mana bu sidinkaga Bodir aka. Ligrovka bo'ladi. Mana ko'p gruzovoy mingan bo'lsangiz kerak adashmasam, mana bu sidinka juda ham tikka holatda bo'ladi. Mana bu holatda bo'ladi. Odam uzoq yo'lga chiqqanda juda charchatib yuboradi. Buni ligrovka qilsangiz bo'laveradi. Ya'ni mana yotgan holatda turibdi, belingizni og'ritib yubormaydi-da uzoq trassada. Ruli ham tushib chiqar ekan. Ha, ruli mana tepa past bo'ladi aka. O'zingizga moslab olaverasiz buni. Kansini pechkasi vaqti zo'r ishlaydi. Xudo xolasa, endi yana maqtab qo'yapman Bodir aka. O'zi obunachilar maqtab bo'lgan ekan. Joningiz sog' bo'lsin, xayrli barakali qilsin. To'lovlar qanaqa bo'ldi aka? To'lovlar qachtiq bo'ldi hammasi. Qachti bo'ldi. Qachti bo'ldi. Aha. 1 yilga rastrashka ekan 5%. Aha. 1 yil rastrashka asosida oldingiz, to'lov turib. Rastrashka bo'ldi, xudo xolasa 50% to'laysiz. Pena foiz qo'shildimi? Yo'q. O'zini tan narxini bo'lib to'layapsizmi? Bo'lib to'laysiz dedi. 248 ming 640 ming so'mni yarmini to'ladingiz. O'zi aslida naqq qolaman deb qo'ydim, shuni aytgandan keyin qishloqqa borib 4 ta mol baylab qo'yib, bunisi bo'lardi deb rastrashka oldik. Sekin oyma to'laverasiz. O'zini tan narxi naq to'lasan o'sha pul, bo'lib to'lasan o'sha pul. Men sumkani naq olib qo'ydim, yarim qayirib. Ana mol tashab qo'ysiz, 4 ta mol u ertaga 2 barobar ko'payadi-da, xudo xolasa. Naq olib qo'ydim, men yarim qayirib ketyapman. Gap yo'q aka. Qashqadaryolik o'zi mirishkor bo'ladi-da. Bu yog'i chorvada ursa, bu yoqdan mashinadan daromad qilsa, bu yoqdan yana qaysi tomondan foydalan qilaveradi. Juda mirishkor bo'ladi bu. Hammaga buyursin. Qayerda buncha hushyorlik bo'ladi Qashqadaryoliklar? Kim biladi endi? Ota-bobolar shunday bo'lganda. Joningiz sog' bo'lsin, xayrli barakali qilsin. Sog' bo'ling. Fikringiz qanday? Tashkent Motors xodimlaridan javohidan ko'nglingiz to'ldimi? Kutib oldi, mana lokatsiya tashadi, chiqib yana nima qilyapti? Zo'r. Kamchilik bor, bonusdan oldingizmi? Oldim bonusdan. Mana chexol, polik, rulga chexol berdi. Xayrli barakali qilsin. Nima biznesda ishlatasiz aka mana? Qishloq xo'jaligi ega ishlatamiz. O'zingizni ishingiz, o'z biznesingiz. Dashdan shu umrisa tashiymiz. Aha. Soqqalingiz chiqsa, soqqalni ham qilasiz. Xudoga shukr. Xudo xolasa. Albatta sizlarga Jack X8 kerak bo'lsa, pastrimlar telefon qilib, menejerlar so'rab ma'lumotlar berishadi. Like bosib, podpiska bosib qo'yinglar. Yo, boshda tonamizni. Qilsangiz YouTube'ga kirsangiz, anaqa chiqayapman, YouTube'ga chiqayapman. Mashhurmi o'zi? Ayya. Asl faqat beraman polvon. Rasmiy ishamiz, tog'a.